Ko'pchilik kelib aytdi. Domla deydi, men uni foydasini ko'rdim. Astagfirulloh va atubu ilayh. Mana elektron tasbihlar chiqqan. 40 ming adadga astagfirulloh va atubu ilayh deysiz. Qizingizga o'rgating. O'g'lim, qizim, sen baxtli bo'lmoqchimisan? Sen nima orzularing bor? Men yaxshi o'qimoqchiman. Men telefon olmoq, men yangi kiyim olmoqchiman. 40 mingta istig'for ayt, Allohning o'zi beradi. Astagfirulloh va atubu ilayh. Qiyinmi? Oson. Astagfirulloh va atubu ilayh deysiz. Masala yo'q. Astagfirulloh va atubu ilayh. Erinmasdan ayting. Xohlang 1 kunga ayting, xohlang 10 kunga ayting. Alloh taolo fazl va marhamat bersin. Yaxshilik va barakot bersin inshaalloh. Shuning uchun ibodatlarda, yaxshiliklarda inson bardavom bo'lishligi kerak. Va mana shuni birodaringizga o'rgating, ayolingizga o'rgating, qizingizga o'rgating. O'rgating. Rag'batlantiring. Alloh unga yaxshilik bersin. Qizingizga o'rgating, qo'shningizga